Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İbadet hakkında toxtalamiz. İbadet degan söz Arab tilida itoat qilish ve bo'ysunish deganlik bo'ldi ekan. Endi islom atalg'usida Alloh taologa itoat qilib, uning buyrug'ini bo'yida hayot kechirish degan gap ekan. Endi Shayxul Islom Ibn Taymiya ibodatni tunishtirib, ibodat Alloh taolo rozi bo'ladigan ve yaxshi ko'radigan her qandaq oshkora ve yoshurun ish harakat, gap so'z ve o'y fikrlarni o'z ichiga oldi. Yani Allah yaxshi ko'radigan ve rozi bo'ladigan ishning hammasi ibodat qatoriga kirgan. Doktor Yusuf al-Qardavi deydi, ibodat hayotning hamma sohasini o'z ichiga olgandek, dinning hamma tarafini o'z ichiga oldi. Shundaqla insonning oshkor yoshurun barliq ishlarini, dilining ve tilinin emellerini öz içine aldı deydi. İslam'daki ibadetin dairesi bek çoğun hem Allah Teala insanı acayip yaratkanda, insanın ruhi Allah'tan, bedeni tüpraktın. Şu an Allah'tan kelgen ruhunun uzuqi şu Allah'a ibadet kılışılan buldu. Tüpraktın kelgen bedeninin ihtiyacı şu tüpraktan çıkan, yerden çıkan yemek içmekler bilen uzuqlanışılan bulu deyine. Yani biz telefonumuzga tok kaçılap turuşqa muhtaç. Çünkü tok kaçılap durmasak öçep kaldı. Şunun o'xshash biz özümüzge Allah Teala ibadet kılış arkalık manevi uzuqlarını toplaştırışqa muhtaç. Toplap turuşqa. Şu manevi uzuqlar bo'lmasa dinimiz acizleşip kaldı. Mesela bu namaz, roza, zakat, hac, Kur'an o'qish, dua qilish demek bu ibadetlerin hammasi yol boyidagi benzin qachilaydigan punktlarga o'xshash desak bo'ladi. Biz Allohning yo'liga ketib boramiz. Shuni har birini yo'lda shu qachilab, o'zimizni kuchlantirib bo'lmasak, yo'lni davomlashtira olmaymiz. Chunki yo'lda mashinaga benzin qachilab bo'lmasak, yo'l mashina to'xtab qoldi-ku, mang'amaymiz bu. Shuning o'xshashlarida xuddi tomoqdan kesilgan badan yürü turalmagandek, tok qaçılmagan yanfon öçüp qalgandek, ibadet qılmagan adam dinni turg'izolmaydi. Şu ibadeti yok adamning imanın var degan bir quruq gap. Çünkü ibadet imanninki isboti. Yani ibadetimiz isbotlaydi. Yani imanım var degan qana imanın amsa, mana isbot, bunu ibadetim şunu isbotlaydi. Telefon tok qaçılması öçüp qalgandek, biz ibadet qılmasak, ruhimizni ayda kuchlantirib, ayda uzuqlantirib turmasak, dilimizdeki dini ruh öçüp qaldı. Şunu biz ibadetke muhtaç. Hemşe ibadetke muhtaç. Hem de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ degende men insan cinni bana ibadet kılışçıyla yarattım diyen gibi. Yani ulemalar şuna ibadetin iki türlü bölündü. Biri simvolluk ibadet. Yani biri muamelevi ibadet. Simvolluk ibadet degen namaz o'qish, roza tutish, hac qilish, zakat berish, Kur'an o'qish, tövbe istig'for aytish, tasbih aytish deganga o'xshash ma ibadetlerge merkezleşidir. Bunu simvolluk ibadet deyimiz. Yani muamelevi ibadet durustluk ve toğrulukni asas kıldı ve bu güzel ahlak durust muamelege merkezleşidir. Muamelevi ibadet. Hem de simvolluk ibadetler bizning muamele ibadetini ro'yobga chiqarish uchun yordam qildi. Masalan, inna salata tanha anil fahsha'i vel munkar. Namaz gunohdan yaman ishlarni to'sadi deydi. Namaz simvolluk ibadet. Yaman ishlardan to'silish muamelevi ibadet. Mushu namaz shu yaman ishdan to'sish orqali axloqimizni tuzab bizni mukammallaştırdı. Roza biz hozir roza tutyapmizmi mana? Allah Teala deydi ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe aleyhim qablikum la'allakum tattaqun dedi. İman etganlar gunohlardan saqlanishinglar uchun va taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarning ilgirkilarga roza farz qilingan, sizlarga roza farz qilindi deydi. Demak, roza bizni gunohdan saqlaydi ekan, taqvoligimizni oshiradi ekan. Shunda qilish orqali bizni mukammallikka elib bordi. Zakat to'g'risida xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning boylaridan zakat ağın fakirlarga berish uchun, uning bilan ularningki gunohlari yuyilsin, barakat bilan uning berganlari ko'paysin deydi. Demak, zakat berish orqali gunohdan qutulamiz ekan. Bumi axloqimizni tuzashning bir yo'li hamda. O'ga haj to'g'risida el-hajj ashhurun ma'lumat, faman faraza fihinna el-hajj fala rafasa va la fusuqa fil hajj deydi. Haj degan bir qancha oy. Shu oyning ichida haj qilishni niyat qilib ihromga kirgan odamningki jinsi munosabat qilishi,
gunoh qilishi, jidal majra qilishi to'g'ri emas deydi. Demak, haj ibodati orqali bir eg'ir besiqlikni, axloqlikni o'rganamiz. Ya'ni bizni shu mukammallikka olib bordi. Qur'on o'qish to'g'risida innamal mu'minunallazina iza zikrallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana dedi. Haqiqiy mu'minlar Alloh taolaning ismi zikr qilinsa, ko'ngilda bir xil bir aymanish bo'ladi, qattiq hurmatdan. Andın Qur'on oyatlari o'qilsa, iymoni kuchlandi deydi. İmanımız kuchlanganligi axloqimizning texi mukammal bo'lganligi shundamamdi. Demak, hamda simvollik ibodatlar bo'lmasa bo'lmaydigan ibodatlar. Shu ibodatlar bilan bizning dinimiz yurib oladi. Mushu simvollik ibodatlar, mana namoz, roza, zakot, haj, duo, takbirga o'xshash. Mushu ibodatlar bizning muomala ibodatlarimizning durust menishi uchun bizga shart hozirlaydi ekan hamda. Axloq va durustlik dinning g'oyasi. Dinning g'oyasi namoz o'qish, roza tutib, haj qilish emas. Namoz o'qish, roza tutib, haj qilish degan shu bizni durustlikka elib bordi. Durustlikka elib bordi, dinimizni saqlash, dinimizni oxirigacha ko'tarib berish uchun bizga yordam qilgan Qur'onlar ular. Ammo asosiy g'oyasi durustlik. Durustlikni hosil qilish. Bizda durustlik, go'zal axloq hosil bo'lgandan keyin dinimiz butunlangan bo'ldi hamda. Axloq va durustlik dinimizning g'oyasi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim." Ya'ni payg'ambarimiz o'zining payg'ambar bo'lib kelganligining g'oyasini go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim degan. Bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Shunga muomalaviy ibodatning jini va yadrosi go'zal axloq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mu'min odam o'zining go'zal axloqi bilan kechasi namoz o'qib, kunduzi roza tutgan odamning darajasiga yetadi" deydi. Go'zal axloqli bir mu'minning yurish turishi uxlasimi ibodat degan gap hamdi. Shu mukammallikka ko'tarishni xohlaydi bizni islom. Makkada islom dastlabki boshlangan vaqtida musulmonlar nati ojizdi, hammanglar bilasizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga ash mushrik kuchlar najiq asirliklarni qilgan. Hatta pato'magan ularni, ba'zilarini o'ltirib, qiynab ayna qilgan dindan yondirish uchun. Shu chaqda Rasululloh sahobalarga sizlar o'sha Habashiston, hozirgi Etiopiya, Habashistonga hijrat qilinglar. Ashal bir odil podshoh bor ekan, shuning qishda panohlanib turinglar. Bir yaxshi bo'lgandan keyin kelasizlar deb buyurgan shu chaqda. Shundan bular Habashistonga musulmonlar ketdi. Dinni qo'g'dash uchun katta ashaga, mushriklarning ziyonkashligini saqlash uchun katta-da. Ketgandan keyin bu mushriklar kuchli Makkada, mushriklarning kattavoshlari adamiyati baqisdan podshohga bizning dinimizga qarshi chiqib, bizni buzg'unchilik qilgan bir qancha aylasizning yutongligi keldi, ashlarni bizga qaytarib beringlar. Ekitimiz deb kelgandan keyin podshoh to'xtabdi deb musulmonlarni chaqirib, sizlar dininglarni menga bir tushundiringlar. Qanday din sizning dininglar? Bir tushundiringlar menga degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Abu Talibning o'g'li Ja'far ibn Abu Talib shu chaqda ashu musulmonlarningki orasida shularningki beshi hamdi. Etiopiyaga borganlarning beshida shu podshohning oldiga kelib deydi: "Ey podshohim, biz butqa chuqunadigan, kuchliklar ojizlarni buzaq qildigan, xulum qo'shnilik haqqiga rioya qilmaydigan, tuqqanlik haqqiga rioya qilmaydigan, zina fohishi qiladigan, hur kishilarni qul qildigan, haromni yeydigan, ashundoq buzuq bir qavmdik. Bizga biz nasabini, axloqini, ishonchlikligini biladigan bir kishini Alloh payg'ambar qilib avatdi. U kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Allohga ibodat qilishni o'rgatdi. Allohga ibodat qilishga buyurdi, rost so'zlashga, to'g'ri ish qilishga, tuqqanlarga rahim shafqat qilishga, oiladagilarga mehr shafqat qilishga, andin durust bo'lishga bizni chaqirdi va butqa cho'qinishdan, harom yeyishdan, yolg'on guvohlik berishdan, yetimlarning mollarini yevilishdan, iffetlik, nomusliq ayollarga tuhmat chaplashdan va bir muncha yomonliklardan bizni to'sdi. Bizning dinimiz mushu deydi. Demak, din mushu meni. Dinning maqsadi mushunda bo'lish. Mushunda bo'lish hamda. Shuningdek u podshoh avu Makkaning katta boshlarga, elchilarga menga kelgan hadiyalarni hammani olib ketinglar. Musulmonlarni men sizlarga bermayman. Mening yutumda yashaydi. Mushu hatto nimaga deydi? Ja'far ibn Abu Talibga deydi: "Sizlarningki mushu dininglar Musa alayhisolamga kelgan din bilan
ya'ni o'xshash bir siziq ekan deydi. Demak, shu samoviy dinga e'tiqod qilgan odam bo'lgandan keyin islom dinining haqiqatini tushunadi. Endi simvollik ibodatlar namoz, ro'za, zakot, haj, Qur'on o'qish, zikr tasbih aytish simvollik ibodatlar ya. Mushu ibodatlar bizning muomalaviy ibodatlarda ketkizib qo'ygan yerlarni to'ldira olmaydi. Muomalaviy ibodatlar yolg'on aytmaslik, kishilarni aldamaslik, kishilarga yomonlik qilmaslik, shundaqmi hamda ma'ni asos qildayni. Axloqni asos qildi. Axloqiy tarafda ketkizib qo'ygan tarafni ma'vu qilgan ibodatlarimiz yuvib ketolmaydi demoqchi hamda. Bunun delili nima desa, bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'raydi. Kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deydi. Quruq qo'l qolg'uchi ya'ni muflis deydi arabchada hamda, turkchada iflos etdi deydi. Hech nima qolmadi. Vayron bo'ldi deydi hamda, vayron. Kimning vayron bo'lganligini bilamsizlar degandan keyin sahobalar dinar yo'q, dirhami yo'q, ya'ni pul yo'q odamni biz quruq qo'l qolgan odam deymiz degandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi. Bir kishilar keladi qiyomat kuni mening ummatimdan. Namoz bor, ro'za bor, zakot bor, haj bor, butun ibodatlar hammasi bor. Hammasini elib kelaylik. Biroq u birini tillagan, birining haqqini yegan, biriga aziyat bergan, birining qinni to'kkan, birining ishini buzgan, mushunda ulab shu gunohlari uchun mening qilib kelgan savoblari kishilarga zulmga uchragan kishilarga epirildi deydi. Mana savobi aniq epirildi. Bunun savobi amalda tugab qolsa, kishilarning gunohlari mana yutkizilib do'zaxga tashlandi deydi. Demak, qilgan amal ibodatlar bizning axloqiy jihatdan ketkizib qo'ygan kishilarga qilgan yomonliklarni yuyolmaydi degan gap. Uni nima yuydi? Faqat haq egisini rozi qilish yoki haq egisini kechiryapti deb kechirib o'tishi. Shuni bilan Alloh taolo kechirdi. Qur'on Karimda bir oyat bor. "Faman taba min ba'di zulmihi va aslaha fa innalloha yatubu alayhi" deydi. Kimki zulm qilgandan keyin zulm qanday bir askilik qilgandan keyin pulni evagan bo'lsin yoki obro'yini tushirayotgan bo'lsin yoki savdosini buzgan bo'lsin yoki ishini buzgan bo'lsin yo oilasini buzgan bo'lsin, qanday qilib bir askilik qilgandan keyin bekimdan keyin u tövbe qilsa Allohga, "Ey Alloh, men tövbe qildim, xato qildim" deb tövbe qilsa, uning o'zining buzganligini tuzisa, pulisini evagan bo'lsa, bersa, tuhmat qilgan bo'lsa, uni aqlasa, obro'ni tushirayotgan bo'lsa, obro'ni ko'chirsa, bir oilani buzayotgan bo'lsa, uni o'ngshab qo'ysa, qilgan askiliklarni tuzsa, uningdan keyin Alloh taolo kechirdi deydi. Tushunishli qanda. Ammo Alloh taoloning qilma degan amriga xiloflik qilgandan keyin tövbesi birla tövbe bilan bo'ldi. Tövbe qildi. "Ey Alloh, tövbe qildim, men sening yo'lingga qaytdim" desa, shu zaman Alloh taolo uni kechirdi. Ammo boshqalarninki haqqi kirib qolgan bo'lsa bu ishqa, bandining haqqi kirib qolgan bo'lsa, o'chada unda o'ngay emas. Allohga tövbe qilish yo'li bo'lmaydi. Chunki u haq o'chada Allohning haqqi emas, bandining haqqi u. Bandi kechirishi kerak qonda qilish uchun. Tushunishdi qanday, mantiqli qanday, tushundingizmi? Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amallarning eng afzali birer mu'minning ko'ngliga xushallik kirgizishdir degan. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Ya'ni amallarning eng afzali hamda birer. Chunki bizningki namoz o'qisak o'zimiz uchun o'qiymiz, ro'za tutsak o'zimiz uchun tutamiz, zakot bersak o'zimiz uchun, haj qilsak o'zimiz uchun, foydasi o'zimiz uchun-ku. Endi sadaqa bersak, kishilarning ko'nglini xush qilib qo'ysak, kishilarga yordam qilsak, kishilarning hojatini ravo qilib qo'ysak, o'zimiz uchun va boshqalar uchun yaxshilik qilgan bo'lmizda. Bunun foydasi o'zimiz bilan qilib qolmay, qaysi tarafga bordi, a tarafga bordi-ku. Unda bo'lsa Alloh taolo eng mamnun bo'ladigan ish bu. Bizning ibodatimiz o'zimiz bilan qolmay, boshqalarga manfaat yetsa qilgan ishimizdan Alloh taolaning eng mamnun bo'ladigan ish. Shunga bu hadis shunga deydi. Allohga eng yaxshi ko'riladigan amallarning eng afzali kishilarning ko'ngliga xushallik kirgizish. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadisi var yine. Bir Müslüman kardeşinizga tabassum bile qarashingizning o'zi sadaqa deydi. Sadaqa degan savobli qayna. Yana İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan sahih kuchli bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan. Bir savdogar vardı. U savdogar kishilarga qarz berib turgan. Qarzining vaqti kelganda xizmatchisini avatitgan.
Qazini yig'ib kelgin, biraylaydiganlarni olgin. Birenmeydiganlar bo'lsa, uning qazini o'chirib etib kelgin. O'chirib etgan ikkinchi so'mayli. Balki bizning gunohlarimizni Alloh o'chirib atar bizning. Deb ayda dedi. Keyin u odam o'ldi. O'lgandan Alloh taolo uni mushu bandalarning qazilarini shuncha o'chirib etib keldi. Bizmi buning gunohlarini o'chirib etishga biz haqliqmiz deb gunohlarini o'chirib etib jannatga kirgizdi dedi. Yana bir qissa bor. Misrlik olim Mustafa Rafi'ning Vahyul Qalam deb bir kitobi bor. Qalamning ilhomi degan gap endi u. Mashhur kitob. Shu kitobda bir qissani hikoya qildi. Hijriya 235-yili o'sha Xuroson rayonida bir masjidda yuz bergan voqeada. Hijriya 235-yili Açı Xurasanda bir çoğ meçitdə, cümə günlükdə cemaat imamını kütüb oturdu. İmam burunraq gelib bunda vəz nəsiyyət sözləb birib onu cümə oxuyutken o günü imam keçikib qapdı. Şunu cemaat oturup Ahmet Miskin degan bir alim barken ona. Ahmet Miskin degan alimni özleri turup əmdi bir cemaat bir nəsə sözləb bəslər imam yetişənməyə qaldı degandikin mən nimi sözləb birəməmdi. Bunun 16 yıl burun yani Hicriye 219-yili Iroqning Basra degan yerda yuz bergan bir voqeani so'zlab beray deydi. Ma'qul so'zlab beradi. Chiqib deydi. Hijriya 219-yili Basrada bir ocharchilik yuz berdi deydi. Qattiq qurg'oqchilik bo'ldi. Hatto dal-daraxtlarniki yupurmoqlarni qurib ketdi. Yer ziminda ho'l narsa yo'q. Bunda yeyli desak, bunda yeşil narsimi yo'q. Hammasi quruq. Yemek, içmek yo'q. Açlık yok. Bütünle açlık hem de. Şunda açlık derdini çektik deydi. Hatta bu etizden çıkan bir binası yeyilsek yeşil nesimi yok hem de. Ben bir balam battı, ayalım üçümüzdük deydi. Üçümüz kattık açlıkta kaldık deydi. Üyemni satay desem talada kalımız. Başka binasım yok hem de. Canlı bekişin hiç işim yok. İşley desem iş yok. Hiç işim yok hem de. Yemek içmek yok hem de. Şunu olan beşim ketep, şununla bir talağa çıkıp bakay dep ayında. Kusqam nait aç ve mağdurum yok. Talağa çıkıp bir yer gidip basam, Ebu Nasır Sayyad degan bir alim kivatı o alim aldım uçurap kaldı. O kuldu binası başka bir haltada kuldu binası var. Şu yeydiğen nesimi de o şidep şunun küzem şunda düştü deydi. Kişiyle kürüşüme küzem aşınada. İnsanın kusqu bek içip ketkende kayaga karşı nan körüttü hem de. Ussap ketib tuzluq binasi yap ussap qaqadam tushidayliqi nagi bo'lsa suv izlab tushib ko'rgandek hamda ashundoq bo'libdi. Shuni bilan qo'liga qarab ketgandan keyin olim nim bo'ldingiz chiroyingiz bak sag'irib ketibdi. Bak mag'duringiz yo'qlab qolibdi degan biz bir qancha kun 4 kun bo'ldi hech nima yemedik. Qattiq ochliq, suv ichib turdik. Binasi yo'q yegilin. Bolarimningki, balam bilan ayolimningki xatarga uchrashishni qo'rqaman. Shu nima qilishimni bilmay talaga chiqdim. Uyamni altqa adam bo'lsa bir sassam ya degan nimaga men keldim degandikin Abu Nasr Sayyad degan adam turib ketib, "Mananni men bolalarimga epdim. Endi siz ayolingizga, balangizga yuguzingizmi? Mendimi bak ehtiyojli ekansizlar deb nonni berdi" dedi. Shunda xo'shallikda 2 nonni oldim. 2 nonni elib uyga oldirib ketib bo'lsam, oldimga kichik 7-8 yoshlik bir bolasini yetilib olgan bir ayol oldimga chiqdi dedi. Chiqib oldimni tutsab, biz bir qancha kun bo'ldi och qoldik. Ma balam bitiri bir so'nga qoldi. Mengo mayli chidayman-da. Mushu balamningki ochlikni o'lab ketamdi deb qo'rqyapman. Biz mushunda muhtoj qoldik deb u ayolning ko'zlaridan yosh oqidi. Balaga qarasa balaning chiroyi, ko'zining nuri ketgan. Shunda mag'dur yo'q ham. Turib ketib hamdadan. Mananni men birisi beribdi. Biz mushunda och qolgandik. Ayolim bilan balamga bir deb opiribdim, minibdim. Endi mendimmi bak ehtiyojli ekansizlar. Mening oilamdimi bak ahvoling ig'irkan, ma 2 nonni sizlar yanglamasa, agar mening qo'limda bundan ortiq binasi bo'lgan bo'lsa, albatta berib sizlar mush ochlikni qutqizgan bo'lardim deb nonni berib o'tgan. Nonni berib o'tib, shuni yana shu beshi qayib uy tarafga mangitdi. Meni bidam yo'lda ketib berib, bu endi men taloga chiqdim binasi tepkilay deb. Endi qo'limga kelgan nonni berib o'tdim, endi o'ginim deb boraman endi
deb qanday qilsam bo'ladi g'am qilib bir daraxtning tubida o'tirib 1-2 soat o'tirib qolibdi yerda. O'tirib, beshik qatib o'tirib nima qilishini bilmay shunday qilsa, heliqi 2 nonni bergan Abu Nasr Sayyad degan odam bir cho'gilab aşağı kelib qolibdi yana. "Hay nima Ahmad nima ish qilyapsiz bu yerda?" desa, "G'amda o'tiryapman. Siz bergan 2 nonni mendimi bak ehtiyojli bir ayol bola ekan, shuni berib o'tibdi. Men bolalarga nima qilishni bilmayman" degan. "Hay sen bu yerda o'tiransan, uyingda hozir to'y bo'lib ketdi. Uyingda yemek içmekmi bor, pulmi bor, andin meyve cheva hamma narsa kelibdi hozir. Ajoyib bir xo'shallik bo'lib ketdi sening uyingda" degan. "Bu nima gapkan?" desa, "Sening dadang buningdan 20 yil burun aşı Xorasonlik bir savdogarga natijiq pul qarz berib ekan. U Xorasonlik adam qarzisini akib berib bo'g'icha dadang vafot bo'lib ketibdi hamda. Sening xabaringmi yo'q u puldan? Shuning bilan aşı pulni aşı egisiga qaytarsam bo'ldi deb surishtirib turibdi ekan. Men o dadangning o'lib ketganlikni, sening uyingning palani yerda ekanligini men uyingga ko'rsatib qo'ydim. Ko'rsatib qo'ygan uyingga ketdi hozir ashu degan ma'qulab yugurib borgan. Basiras amaliyotda ashu yemek, içmek, meyve cheva, pul mol, kiyim-kechak uyga to'shab turibdi. Adam ekibdi dadasining qarzini. Bolalar bilan obdan bir g'izolanib pulab ayol esi kelibdi. Men qo'limda bir narsa bo'lgan bo'lsa, sizni mushu ishdan qutqizatdim, mushu ochliqdan degandim. Men hozir ashu tomoq olib beray deb, tomoq, yemek, içmek, meyve cheva bir narsani elib, ashu izlab, ashu ayolning mahallasini ashani izlab yurib, topitgan, tepib biritgan. Berib kelib ko'ngli xotirjam bo'lgan. Shundan keyin ashu kelgan dadasining qarzisidan qarz bergan puldan kelgan pul nojiq pul ekan deydi. Nurg'un oltin hamdi. Shuni tijorat qilibdi. Tijorat qilib shundoq tijorat qildim, tijoratim degan shundoq oqdi, shundoq saxovat qildim deydi. Anda 10 dinar, 1 dinar degan oltin qo'ydi. 10 dinar, 20 dinar emas, bekimlarga bunda sadaqa qilsam 100 dinar, 200 dinar sadaqa qilman dedi. Shundoq sadaqa qilgan. Bir tarafdan shunda sadaqa qilib beryapman. Bir tarafdan Alloh taolo mening savdamni shunda ravonlashtirib turdi. Atdigan bersam, kashda Alloh taolo necha hassasini menga beryapti deydi. Ras amaliyotda Alloh taolo ashunda berdi. Shu kuni kashda bermasam ish qilib, bizning Alloh yo'lida chiqargan narsamizni vaqamdi. Alloh taolo albatta onu hassilab berdi. Şu ayet var. Meselüllezine yunfikune amvalahum fi sabilillahi kemeseli habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sunbulatin mi'ate habbe vallahu yudaifu limen yasha dedi. Allah yolda pul malını sarf qilgan adamning misali yerga bir dan tikkan, u 7 başaq chiqargan, 7 başaq chiqargan. 7 başaqning har başaqida 100 dan dan chiqargan bir danga o'xshaydi. Alloh xolisa texmiz yodi bir deydi. Bu yerda birga 700 ni birdi degan bo'ldi. Birdan urug'dan 7 dan başaq chiqibdi. 7 başaqning har birida 100 dan tutibdi. Adam 700 oldu hamda. Vallahi yudayi bilmay yasha. Alloh xolisa 700 dan ortiqni bir deydi. Amaliyotda Alloh yo'lida bersang $1 bersang 700 dollar ve onundan artıqını Allah Taala berdi deydi. Kichik mi berdi yoki darhol berdi, ishqa bir qanday qilib berdi hamda ona. Shuning bilan o adam shu natijiq xayr saxovatni ayda qilitgan bo'lib ketibdi. Bergan sari Alloh Taala boy qilyapti. Bir kuni turib bunda o'ylab qaptida, endi mening bu savobli amallarimni yozishga firishtalarni daftarimi tugab qolganti balki. Shunday saxovatni qilyaptim deb ko'ngilda o'ylabdi. Men hamda Allohning solih, yaxshi bandalaridan bo'ldim-ku deb uxlab qolibdi. Uxlab qolgan tushida u odam o'lib qolibdi. O'lib qolganki bu odamni oxiratda hisob maydoniga akibdi. Hamma odamning hisob maydonida shu amallari tarozi qo'yib, bir tarafiga savobli amallari, bir tarafiga gunohlari qo'yildi hamda. Savobli amallari besib ketsa cennet kirteyine. Günahlar besip gelse dozaq kirdi. Bu qayda şu hamda. Kimninki o ayadaki tarazisi eğir gelse o fi'işedir radiya. O üzü razı bulduğun nayti yaxşı cennetke kirdi. Günahları besip gitip yaxşı amelleri yenik gip qalsa, günahlar besip gelse bu dozaqqa düşüp ketdi deydi. Prensip şu hamda. Bu adamninki amelini tatıdiken tassa bunu namaz, zakat, roza, sadaqa degan jiq amelleri qo'yiladi ekan tarozi. Qo'yilgan bunda ko'rinishda hamda yo'g'on ko'rinadi. Ma gunoh deganlari
kichik ko'rinadi, azroq turdi. Bunda adam qarab o'ylayotganda, "Ha, mening savobli amallarim jiq ko'rinyotidi, gunohlarim oz ko'rinyotidi. Albatta yana qazanadigan bo'ldim men. Qutuldigan bo'ldim, jannatga kiradigan bo'ldim" deb turibgan. Chunki bizning ko'zimizda qilgan ishlarimiz bizga cho'ng ko'rinib ketadi. Qilgan yomonliklarimiz ko'rinmaydi. Bir kimning dilga azob berib qo'yamiz, xuddi hech kim bo'lmagandek o'tib ketamiz, ammo u necha kecha yig'laydi bir azodin. Bir aziyatni necha kecha yig'laydi. Biz xabarimiz yo'q, hech gunoh qilmagandek yurimiz. Ammo Allohning dargohida ajoyib ig'ir gunoh. Nurg'un savobimizni yo'qlayotgan ig'ir gunoh. Masalan, bir odamlarning savdosini buzyapmiz, yo bir odamning obro'yini tushiryapmiz, yo bir odamning aqsida g'aybat qilib, uningki go'shini yeymiz. Buni oddiy bir ish deb unutib qolamiz hatto. Ammo Alloh taoloning dargohida ajoyib ig'ir gunoh yoziladi. Am bir namoz, masjidga berib namoz o'qib qo'yamiz, bir kimning bir sadaqa berib qo'yamiz, yoki bir kimga bir yaxshilik qilib qo'yamiz, cho'ng ishlarni qilyaptim yo men deb ketamiz. Ammo u bek cho'ng ish emas amaliyotda. Gunohlarimiz qaraganda. Endi shunda turib adam shunda o'ylayotganda, "Ha, mening savobli amallarim cho'ng ko'rinyotidi, gunohlarim kichik ko'rinyotidi, albatta qazanadigan bo'ldim" desa, lassiday gunohlar besib ketib, savobli amallar ko'tarilib savobli amallar ko'tarilib shunchalik amal bor uning ichida. 100 dinar, 200 dinar bergan sadaqalar, haj qilganlari, namoz o'qiganlari, zakot berganlari, ro'za tutgan nurg'un amallar bor. Ammo ma gunohlar besib ketib ko'tarilib ketadi. "Oh, men tugishgan bo'ldim" deb qattiq yig'lab ketdim deydi. Qattiq yig'lab ketdim, men nima qilmam endi? Bütün ömrümde qilgan amal, ibodatlarim hozir ko'tarilib ketdi. Gunohlarim besib ketdi. Men endi nima qilaman deb qattiq yig'lab ketdim dedi. Yig'lab ketgandan keyin shu bir ovoz keldi deydi. Buning boshqa bir amallarimi bormikan, yaxshiligi bormikan degandan keyin aytdim, muhtoj bo'lib qolgan bir ayolga 2 non berib ekan, degandan keyin "Ay, nonni akilinglar" degan keyin nonni shunday qo'ysa, endi nonni qo'ygandan keyin u odam ko'ngli o'ylabdi, qo'yish oldida. Men bu shu nonni o'zining nafsidan, balarim nafsidan kechib, Alloh roziligi uchun o'sha ayolga bergandim. Bu amalim albatta menga esqatishi mumkin. Endi qutuldigan bo'ldim deb qo'shilib tursa, nonni shunda qo'ysa, gunoh bilan avu savob amal teng kelib qolibdi. Gunohni besib ketamadi avmi. Endi tugishdigan bo'ldim. Men qanday qilay endi? Ey Allah, men qanday qilay? Bütün hayatımda qilgan amallarim mushu. Endi bu amallarga esqatmasa qanday qilay? Ey Allah, o'zing shafqat qilmasang men nima qilaman endi deb shunda qattiq yig'lab ketgan. O'ylab baqaylar, shunda chaqda qanday yig'lamaydi odam endi. Qattiq yig'lab ketgan. Shunda qilgandan keyin yana bir boshqa amallarim yo'qmikan degandan keyin o'sha ayolga nom berganda, o'sha ayol xushallikdan, qattiq hayajondan yig'lab ketgan, o'shining ko'z yoshi bor ekan. Ayolning ko'z yoshi madamning savobsizligiga yezilibdi.